بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alloh taologa beadad hamdu sano payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga salovatlar bo'lsin. Muhtaram jamoati azizlar, Ramazon muborak bo'lsin. Ulug' oy, muborak oy, eng go'zal oy, hammamiz intiqib, orzu qilib kutgan Ramazon barchamizga muborak bo'lsin. Alloh taolo hammamizga bu oyni xayrlik, barokatlik qilib bersin. Bu oyda chiroyli amallar, maqbul bo'lgan amallar, ijobat bo'ladigan duolarda Alloh barchamizni bardavom qilsin. Muhtaram azizlar, Ramazon oyi bu juda ham barokatli oy deb bilamiz. Oylarda sultoni deymiz. Chunki Alloh taolo mana shu oyda Qur'onni nozil qilganligi uchun shu oy oylarda sultoni bo'ldi. Boshqa Alloh taolo tomonidan yuborilgan ilohiy kitoblar ham Ramazon oyida nozil bo'lgan azizlar. Tavrot ham, Zabur ham, Injil ham, hatto Ibrohim alayhissalomga tushgan ba'zi sahifalar ham Ramazon oyida tushgan. Qur'on qayerda, qachon, kimga nozil bo'lgan bo'lsa, albatta hammasini birdaniga nima qildi? Barokatli qildi, afzal qildi. Buni hammamiz bilamiz. Payg'ambarimiz alayhissalomga nozil bo'ldi. Payg'ambarlarda eng nimasi bo'ldilar? Xotamun nabiy bo'ldilar, ulug' bo'ldilar. Biz ummatga nozil bo'ldi. Ummatda ichida eng sayyidi bo'ldik biz. Ramazonda nozil bo'ldi. Ramazon oylarda sultoni bo'ldi. Qadr kechasida nozil bo'ldi deyiladi, oyatda kelgan. 1000 oydan afzal kechaga aylandi. Shuning uchun bu Ramazonga albatta biz tayyorgarlik bilan kelsak, inshaalloh qiyinchilik bo'lmaydi, mashaqqat bo'lmaydi, inshaalloh chiroyli bo'ladi. Oddiy bir safarga chiqadigan odam yoki bir joyga boradigan odam yoki bir mehmonga, bir joyga boradigan odam yoki bo'lmasam holi hayotda o'zini uyida yashab turgan odam ertangi kunga tayyorgarlik ko'rmasa, ertangi kunidan o'ziga manfaat ola olmaydi. Ya'ni ertangi kunimizda qilishimiz kerak bo'lgan ishlarimizda, vazifalarimizda, majburiyatlarimizni bir qator esga olib, unga tayyorgarlik ko'rib, misol ertaga falon joyga boraman degan odam mablag'im bormi, salomatligim yetarlimi deb hisob kitobini qilib, bir o'ylab tayyorgarlik ko'rib qo'ysa, qiyinchilik bo'lmaydi. Bo'lmasam ertalab turadi, mashinani o'tasa, benzin tugagan, gaz yo'q. Yoki bir mehmonga borish kerak, mashina shunday yuvilmagan, juda ham bir abgor holatda qolib ketgan. Xijolatda uyatda qoladi. To uni benzin olib kelib, quyib, yurg'izib, moykada uni artib tozalab mashinani yana quritib boradigan manzilga borguncha vaqtlar o'tib ketib qoladi. Shuning uchun Ramazon azizlar eshik qoqib kirib kelib bo'ldi. Biz bu Ramazonni birinchi kechasida turibmiz. Bu juda ham ulug' bo'lgan kecha azizlar. Ramazon sharif farz qilindi mo'minlarga. Iymon keltirgan barcha mo'minlarga farz qilindi. Alloh taolo kalomi sharifda marhamat qilib aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallohul azim. Ya'ni Alloh taolo Baqara surasi 183-oyatida marhamat qilib aytayapti. Qarang azizlar, ey iymon keltirganlar, ya ayyuhallazina amanu, ya'ni iymon keltirganlarga xitob qilib aytilyapti. Mo'minlarga aytilyapti bu joyda. Ey iymon keltirganlar, sizlardan oldingi ummatlarga farz qilingani kabi sizlarga ham roza tutish farz qilindi. Shoyatki u sababli, ya'niki roza sababli taqvodorlardan bo'lsangiz deyilyapti oyatda. Demak, ro'zani nima uchun tutamiz ekan? Shoyat taqvodor bo'lsangiz oyatini eslab qoling. La'allakum tattaqun.
shoyatki shu ro'za sababidan taqvodor bo'lib qolsangiz, taqvo nima? Allohdan qo'rqish. Mana shu Alloh taolodan qo'rqish Ramazonda haqiqiy ko'rinishi bo'ladi azizlar. Ertalab saharlikka turdingiz, og'izni yopdingiz. Rosa kun tikka bo'lganda qorin ochqiydi. Har kuni yerdik. Qorin ochqiydi, qornimiz ochqasa ham nima? Yemaymiz. Bizni kim to'siyapti? Nima kuchimiz yetmaydimi bir qultum suv ichgani yoki bo'lsam yegani va hokazo. Hech kimni bizga qarshiligi yo'q. Hatto mana ichkarida o'tiribsiz o'zingiz, hamma joy bekor, eshiklar yopilgan, bola chaqa maktabda, ayolimiz tashqarida ishini qilib yuribdi. Hech kim ko'rgani yo'q. Shuni choyni quyib bitta ko'tarib olsa, kim ko'radi? Hech kim ko'rmaydi. Endi mana shu joyda savol tug'iladi. Ana shu iymoni bor odam o'sha taqvo sababli o'shani ichmayapti. Mana shu qoq abedda tush vaqtida choy ichmagan, suv ichmagan, yemagan odam maza qiladimi? Yegan odam maza qiladimi? Iymoni bor odam, taqvosi bor odam qarang, choy ichmay, suv ichmay maza qilar ekanda. Hech kim to'sgani yo'q bo'lmasa o'sha odamda. Suv ichmay, choy ichmasdan maza qilib yuboradi ekan odam. Shuning uchun azizlar, ro'zani taqvo, shoyatki taqvodor bo'lsangiz deyilyapti. Ro'zani bizga foydasi bizni taqvodor qilib qo'yar ekan. Kechagina yuruvdik abedda biqin shashlik qilib yeb, mazza qilib bir kunda 4 mahallab yeb ichib yuruvdik kechagina. Bugun bo'lsa nima bo'ldi? 2 mahalga tushib qoldi. Lekin bitta narsa bor. Ro'za bu oshqozonga dam beradigan oy. Shuning uchun joyi kelganda aytamizki, imkon qadar iftorliklarimiz ham me'yordan ortiq bo'lmasin. Me'yor bor, o'lchov bor, o'sha narsadan ortib ketib qolmasin. Saharliklarimiz endi mayli kunduzi bilan quvvat bo'lishligini nima qilamiz, lekin ba'zan iftorliklarda o'ta darajada haligi nima dedi, me'yordan oshib yuborishlik ham insonga g'aflatni olib kelib qo'yadi. Qorin o'ta darajada to'yib ketsa, mana bu xatmi Qur'onda sekin kamayib boraveradi. Birinchi kun to'lib ketadi, mana sig'may yotibdi. Oldinroq qolsa juvonliklar joy bo'lsa, ikkinchi kun ozgina kamayadi, iftorda ko'proq yeb qo'ygan. Uchinchi kun yana kamayadi, yana iftorda bazmi jamshid bo'lgan va hokazo. O'sha biz Ramazon kirganligini jismimiz ham bilsin. Ko'zimiz, quloqimiz, og'zimiz, qornimiz bilsin, sezsin azizlar. Bu faqat abitdagi bir mahal yemagan ovqatni ustiga 3 mahalini qo'shib, ertalab saharlik bilan iftorlikka bo'lib qo'ymaylikda. Imkon qadar nima qilaylik? Shu saharliklarimiz ham, iftorliklarimiz ham me'yor darajasida bo'lsin. Har doimgidek yeb ichayotgan narsamiz. Shuning uchun azizlar, bu oy kim uchundir mag'firat oyi yoki kim uchundir bu g'aflat oyi bo'lib qolar ekan. Agar qadriga yetmasak. Ne'mat qachon qadriga yetiladi? Zavolga yetganda. Shuning uchun bir-birimizga eslatma beraylik. Alloh taolo kalomida eslating, eslatma mo'minga manfaat beradi degan uchun eslatyapmiz. Bu Ramazonni g'animat biling. Azizlar, qadriga yeting. Oxiriga yetib kelganda shoshib qolmaylik. Oxiriga yetib kelganimizda ne'matni qadriga yetishlikka harakat qilib qolmaylik. Boshidan boshlaylik azizlar. Bu oy biz uchun mag'firat oyi bo'lsin. Bizni foydamizga hujjat bo'ladigan oy bo'lsin. Ro'za kim uchundir foydasiga hujjat bo'ladi yoki zarariga guvohlik beradi azizlar. Shuning uchun bu Ramazon oyini o'zimizga chiroyli bir foydamizga hujjat bo'ladigan oy qilib o'tkazishga harakat qilaylik. Chunki mana shu oyda qilingan barcha solih amallarimizni ajri, savobi juda ham katta. Boshqa oyga nisbatan bizni Ramazon oyida bizga juda katta va'dalar bor. Ramazon oyida ro'za tutishlik farz qilingan, mana oyatda aytildi. Endi ro'zaga azizlar riyo aralashmaydi. Men ro'zadorman, ro'za tutdim siz riyo aralashmas ekan. Ramazon oyida ro'zasida riyo bo'lmaydi. Maza qilib ro'zamizni tutib, faqat
o'ziga yarasha tartib qoidalarga amal qilsak, haqiqiy suratdagi ro'zador bo'lib yashasak, shunda bu ro'za bo'ladi. Haqiqiy Ramazonni ro'zasini tutaman degan odam, inson albatta uni nima deydi, odoblariga amal qilishligi kerak. Ro'zador odam urushmaydi, og'zidan yomon gap so'zlar chiqmaydi, urush janjal, haqorat so'zlar, g'iybat, tuhmat, bo'xton, shunga o'xshagan so'zlarni og'zidan chiqarmaydi. Ro'zador odam imkon qadar yaxshilik so'zlarini gapiradi, yaxshi gap gapiradi yoki yomon gap bo'lsa gapirmaydi, jim turadi. Ro'zador odam imkon qadar ro'zani hurmat qiladi. Hatto aytiladiki, Ramazonda ro'za tutmagan ham hatto Ramazonni hurmatidan hech kim ko'rmasin ekan, yemay ichmay yurish kerak ekan. Aytaylik, bir kishi, mana bugun hozir bu masalaga ham to'xtaymiz. 2018-chislodan Saudiyada oy ko'rinibdi, ro'za tutar ekan ular. O'zbekiston 19 ekan, biz ham tutamiz deb kimdir tutib yubordi. Keyin qarasa, O'zbekiston uchun bu atrof 40 dan oshiq davlatlar uchun 19-kunidan ro'za deb belgilanibdi. U nima qiladi endi? Ro'zani ochmaydi azizlar. Agar kimdir gapiga kirib ochib qo'ygan bo'lsa, kechgacha yemay ichmay yuradi. Ro'zani hurmatidan. Ro'za oyni ichida ham xuddi shunaqa holat. Ramazon tutib yurgan, ro'zasini tutib yurgansiz, bir haftadan keyin yoki falon vaqtdan keyin bilmasdan yeb ichib qo'ydingiz. Yeb ichib qo'ysa, bilmasdan nima bo'ladi? Alloh uni mehmon qilgan bo'ladi. Lekin ilmsizlik yoki birontasidan so'ramasdan ro'zam ochilib ketishi kerak deb yeb qo'ysa, endi haqiqatdan ham ochilganligini bildi, xato qilgan bilgandan keyin endi yemay turadi o'sha odam. Demak esa ro'zani hurmatidan yemasligi vojib ekan, qarang. Hatto og'zini ochib qo'ygan bo'lsa ham kechgacha taomlanmasdan yurishlik vojib ekan azizlar. Shuning uchun Ramazon azizlar muborak oy, saxovat oyi, mehr muruvvat oyi, barokatlik oy deb bekorga aytilmas ekanda. Ro'za sababli albatta biz taqvoli bo'lamiz, chunki oyatda bu to'g'risida zikr qilindi. Taqvoyimiz albatta bu Alloh taologa bo'ladi taqvo. Bandalar uchun taqvo qilmang. Bandalar uchun taqvoli bo'ldim deb o'zingizni ko'rsatmang. Sizni Alloh ko'rguvchi, bilguvchi, Alloh biladi sizni kimligingizni. Shuning uchun Alloh uchun qilamiz, ro'zalarimiz ham Alloh uchun azizlar. Bandasi uchun emas bu. Alloh uchun tutgan ro'zamizda ham aslida o'zimiz uchun deyilgan. Va riyo, ortiqcha haligi gunoh qiladigan ishlardan juda ham ehtiyotkor bo'lishligimiz kerak ekan. Ro'za yana bitta jihati borki, Ramazon ro'zasi nafsni tarbiyalaydigan oy bu. Ramazonda nafsimizni tarbiyalab olishlikka imkon tug'iladigan oy. Shuning uchun Ramazon ro'zasini tutganimizda nafsimizni xohish istaklariga qarshi turishlikka imkon bor azizlar. Ana shu imkoniyatdan foydalanib nafsimizga qarshi chiqib olaylik. Qani kuchimiz yetamidimi yoki yo'qmi? Agar shaytonlar kishanban qilingan oyda, jin shaytonlar yo'q paytda, jahannam eshigi yopilgan bir oyda nafsimizga kuchimiz yetmasa, biz o'ta darajada iymonimiz zaiflashib ketgan inson bo'lib qolamiz. Ramazonda nafsga qarshi chiqa olmasak, endi boshqa oyda bundan yaxshi imkoniyat bo'lmaydi azizlar. Shuning uchun nafsga qarshi chiqa olishlikda harakatida bo'lishimiz kerak ekan. Ramazon muborak bo'lsin muhtaram jamoat muslimin. Bu oy biz uchun mehr saxovat oyi, mehr muruvvat oyi, yaxshilik oyi bo'lishligini Allohdan so'rab qolamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma solli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Parvardigor, biz ojiz bandalaring mana ulug' Ramazon oyini yetkazdik. Biz bandalaring uchun, mu'min musulmon bandalaring uchun bu Ramazon oyini muborak qil. Amin. Mana tarovih namozlariga ham yetkazdik Parvardigor. Tarovih namozlariga kaloming o'qishlikka ham munosib ko'rdik. Bizlarga o'zing yengil va oson. Turli xil ofat, shikast, balo, qazolardan, kasalliklardan insonlar nazaridan saqla. Mana bu o'qiladigan kalomingni bizlar uchun manfaatli qil. Eshituvchilarga ham manfaatli qil.
Kalomingni yorug' dunyoda bizlarga yo'lboshchi, qiyomat kuni shafoatidan nasib et. Kalomingni balokatidan, sharofatidan butun olamni tinchligini saqla. Yurtlarimizni, xonadonlarimizga tan sahatlik, xotirjamlik ne'matini ber. Mana bahor mavsumi bo'lyapti Parvardigor. Biz bandalarni har bir ekadigan urug'larimizni o'ndir, o'stir, biz bandalar uchun barakotli qilib ber. Allohumma robbana taqabbal minna innaka mana shu Ramazon oyida hammarimiz Ramazon oyining ro'zasini to'la to'kis tutib Parvardigor gunohlardan xoli bo'lib, gunohlardan forig' bo'lib chiqishimizni biz bandalarga nasib etgin. Allohumma solli ala Muhammad va ala mana imom qori akalarimiz ham hozir tanishtirib ketamiz. Keyingi masala muhtaram jamoati muslimin, kechagi holat bo'yicha kichkina sizlarga yetkazma. Saudiyada ko'ringan bo'lsa, shu atroflarda ko'ringan bo'lsa, bizda oy ko'rinmadi. Faqat bizda emas, Turkiya, bu atrof davlatlar, turkiy davlatlar, hatto o'sha Indoneziya, Malayziya va hokazo davlatlar ham hammasi 19 ga belgiladi. Shayx hazratimizdan Alloh rozi bo'lsin, Alloh rahmatiga olsin. Men kecha kanalimga joylab qo'ydim suhbatlarini. 15 daqiqa shu masalani gapirgan ekanlar. Hozirgi ixtiloflik payt oldin ham bo'lgan-ku, bu darajada bo'lmagan. Mana shu bizni musulmonlarda birligini o'rtasiga ozgina nimalar solishlik maqsadi ham bor. Hozirgacha qarangki, nima bo'lyapti? Ha, endi Saudiyada bunaqa ekan, O'zbekiston u bu deydiganlar bor-da. Lekin Payg'ambarimiz alayhisalom nima dedilar? Oyni ko'rib Ramazon ro'zasini tutinglar, oyni ko'rib Ramazon hayitini o'qinglar dedilar. Oy chiqmaguncha, oy ko'rmaguncha ro'zani tutalmaymiz, hayit namozini o'qiy olmaymiz aslida. Shuning uchun bizni diniy idoramiz ham bu atroflari bunga amal qiladi. Saudiyada ko'rgan bo'lsa, ular uchun amal qiladi o'sha narsa, biz uchun emas. Kim bugun tutib qo'ygan bo'lsa, Alloh ajrini bersin, zarari yo'q. Nafilga o'tib ketaveradi. Tutmagan bo'lsa, gunohkor bo'lmaydi. Biz yurtimiz ulamolarini orqasidan yuramiz. Biz ulardan o'zib keta olmaymiz ilmda. Ular olim, ulamo, fatvo markazini eng katta shayxlar bo'lganligi uchun ular fatvo beryapti. Ana endi azizlar, bir o'ylab ko'ring, butun yurtni tepasidagi og'ir yukni bitta shayx hazratlari, muftiy hazrat belgilab beryapti. Bir og'iz gap 18 deganlarmi bo'lar edi? 19 deganlarda qarang, qanaqa mas'uliyat bor bu yerda. Butun xalqning ro'zasi azizlar. Ko'rmasdan turib gapirib bo'lmas ekanda, ertaga buni javobgarligi. Shuning uchun hammamiz to'g'ri munosabatda bo'lishligimiz kerak. Har xil gap so'zlar, har xil ijtimoiy tarmoqdagi ma'lumotlarga qo'shilib, aldanib qolmanglar, norasmiy manbalardan narsa ko'chirmanglar. Asosiy mana Ramazon kirib keldi, endi telefonlarimizga bir g'usul qildirib, Ramazonda bular ham ro'za tutsin endi bular. Ro'za tutsin deganda, tash telefonimizdan faqat yaxshi narsada foydalanaylik, yomon narsada foydalanmaylik. Duo qilaylik. Ya Robbi, Parvardigori olam, karamiga zotsan. Allohim o'zingga oson. Ya Robbi, boshlab turgan xatmi Qur'onimizni Parvardigori, taroveh namozlarimizni bizlarga Alloh taolo o'ziga xayr, barokatli, mazmunli qilgin. Ahli jamoatimiz har birlariga Alloh taolo o'zing kuch-quvvat bergin. Ya Robbi, Allohim Ramazon kirib keldik. Yetkazganingga beadad hamd va sanolar aytamiz. Ya Robbi, mana shu xatmi Qur'onni boshidan oxirigacha turishlik, eshitishlik, xatm qilishlik baxtiga barchamizni muyassar aylagin. Ya Robbi, Allohim o'zingdan o'zga bizga najot berguchi zot yo'q. Ya Robbi, sen bizga kuch-quvvat bermasang, kuch-quvvat beradigan zot yo'q. Ya Robbi, o'zingga iltijo qilib so'raymiz. Barchalarimizga Alloh o'zing kuch-quvvat bergin. Iymonimizga quvvat bergin. Ya Robbi, har xil tashqi olam ta'siri yoki bo'lmasa bizga foydasiz bo'lgan narsalarga ovora bo'lib, Qur'ondan chetda qolishlikdan Alloh o'zing saqlagin. Ya Robbi, Allohumma solli va sallim va barik alayhi bi rahmatika.